Gistroskopiya amaliyoti ayollarimizga qachon va qanaqa holatlarda tavsiya qilinadi? Ikkita sababga ko'ra gistroskopiya amaliyotini biz ayollarimizga tavsiya qilamiz. Birinchi sababi diagnostika, ya'ni tashxislash maqsadida bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi sababi bu davo muolajasi sifatida tavsiya qilinadi. Diagnostika maqsadida qachon va qay holatlarda biz tavsiya qilamiz? Birinchisi bu sababsiz bepushtliklar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bu ya'ni ikkita yoki uchta natijasiz EKO amaliyotidan keyin bu amaliyotni o'tkazish ayollarimizga tavsiya qilinadi. Davolash maqsadida qachon o'tkaziladi? Bachadon ichi polip va polipozlarda, bachadon ichiga o'sgan mioma turlarida, bachadon ichidagi snehiyalar deymiz, ya'ni chandiqlarda, bachadon ichidagi to'siq holatlarda yoki anomaliya holatlarida ayollarimizda doimiy chanoq bo'shlig'idagi og'riqlar, doimiy oqmalar hamda kesarcha kesish amaliyotidan keyingi, ya'ni iplarning so'rilmay qolishi oqibatida yuz beradigan holatlarda biz ayollarimizga davo maqsadida tavsiya qilamiz. Agar sizni quyidagi sanab o'tilgan holatlardan birortasi bezovta qilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling.